Endi Shinrayni sotib olish uchun uzoqqa borib o'tirmaysiz. Namanganda yangi rasmiy diler ochildi. Vodiylik aka-ukalar gazni bosaverasizlar, chunki 2-aprelgacha skidka ham ketvordi. Bu yerda juda ham ko'p tursa chiroyli, baquvvatdan qo'shbo'linli Shinray T50, dubl salon T52, T30, T32 yuk avtomobillarini $500 arzoniga olishingiz mumkin faqat 2-aprelgacha. O'sha muddatgacha mana bunday crossoverlar $1000, $1500 arzoniga tezroq olinglar. Komfort va ekonom mashinalar va mana bu yerda mikroavtobus 11 kishilik mana Shinray avtomobillari ham kelib ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Manzilga kelsak, bu yog'i Navbahordan kelishda va mana bu yog'i Nestle chorrahadida yetmasdan mana Shinray avtosalon yangi ochildi. Marhamat, tashrif buyuring. Narxlar butun O'zbekiston bo'ylab bir xil o'rtoqlar. Xorazmda qanday narx bo'lsa yoki Toshkentda qanday narx bo'lsa, bu yerda ham shunday. Avtoshahardan chiqdim desanglar, bonuslari bor, xudo xolasa, yoki ushbu raqamga murojaat qilinglar, kelinglar, ko'ringlar va YouTube'ga ham batafsil videolarimizni qo'yganmiz. Avtoshahardan o'tib ko'rishinglar mumkin. Xullas, xush kelibsizlar Namanganda Shinray avtosaloniga.